Bu siz eris. Bu esa falonchixonni eri. Tasavvur qiling, tepa ko'cha, past esa uy. Keling tekshirib ko'ramiz. Kimi eri qayerga ko'proq moyil? Qiziq, nima uchun bunday bo'ldi deb o'ylaysiz? Chunki bu sharlarimiz qayerga ketishi, bularning ichi nima bilan to'ldirilganligiga bog'liq. Bu sharimizni ichi shirin kutib olish, go'zal muomala, shirin suhbatlar va qiziqish bilan to'ldirilgan. Bu sharimizni ichi esa bee'tiborlik, ming'ir-sing'ir, janjal va qo'rslik bilan to'ldirilgan. Shukr qilingki, hozircha bu sharni sizni oldingizda ushlab turgan bu sabab bor. Lekin hushyor bo'ling. Qattiq shamol essa bu sababni uzib ham ketib qoladi. Ana undan keyin esa buni ipidan kim ushlab oladi? Bunisi qorong'u. Aytgancha, namoyishimizga homiylik qilgan Armada generatorga alohida tashakkur aytamiz. Sizlarga ham tavsiya qilamiz.